비오트리를 먹게 되면은 혈액이 잘 도는 거죠. 그러면 서서 일을 하시는 분들은 다리로 피가 많이 가서 하지정맥이라서 다리가 통증이 와요. 그런 분들에게도 이게 좋고요. 그리고 치매 걱정에도 혈액이 뇌로 잘 가야 되는데 거기에도 비오트리가 역할을 하고 있습니다. judayam ko'pchilik oyoqda turib xizmat ko'rsatishadi. Natijada qon yuqoriga ko'tarilolmasligi natijada turli oyoqda varikoz kasalliklari bezovta qiladi. Yoki juda ham ko'p insonlarda stress, depressiya bezovta qilayotgan bo'lsa, ularga bosh miyaga qon yaxshi yetib kelmaganligidan dalolat beradi. Xotira susayib ketayotgan bo'lsa ham albatta biotri iste'mol qilib, xotirani mustahkam qilishni tavsiya etamiz va oyoqlaringiz uyushib bezovta qilyaptimi? Albatta qon aylanish sistemasini vaqtida davolashni tavsiya etamiz. Ushbu kurkumin bilan qo'shib biotrini iste'mol qilganingizda super natijaga erishasiz. Sababi turli kasalliklarni birinchi o'rinda immunitetni tiklash natijasida siz tez kasallikdan forig' bo'lishingiz mumkin. Quyida raqamlarga murojaat qiling. Koreya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Salomat bo'ling. Kamsahamnida. 네.